esa o'zingizga shunday savol berib ko'ring. Baxtli bo'lishingiz uchun sizga qancha pul kerak? 200 ming? 500 ming? 1 million. Ha, pulning ko'pi bo'lmaydi, to'g'rimi? Ammo olimlar bu fikrga qo'shilmaydilar. Ular baxt pulda emasligini aytishadi. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, hayotdan qoniqish hissi 1 yillik daromad miqdoriga qarab o'sib boradi. Biroq bu holat jarayonning ilk bosqichida kuzatiladi. Ma'lum bir vaqtga kelib o'sish ko'rsatkichlari tusha boshlaydi. Hayotdan qoniqish hissi pasayadi. Ha, bu siz baxt pulda emasligini tushunib yetadigan o'sha nuqta. Xo'sh, nima uchun pul insonga baxt keltirmaydi? Ba'zan aksincha ham bo'ladi. Buning sabablaridan biri shundaki, avvaliga pul insonning asosiy ehtiyojlari, oziq-ovqat, turar joy, kiyim-kechak, ba'zan esa sayohat kabilarni qoplaydi. Keyin esa ma'lum miqdordagi pulga ega bo'lib, badavlat insonlar guruhiga qo'shilasiz. Shu tariqa avvalgidan yaxshiroq narsalarga ega bo'lishni xohlaysiz. Ma'lum bir nuqtaga yetib kelganingizdan keyin